Xayriya tadbirlarida faol Mahir Zein kelib chiqishi livanlik bo'lgan shved qo'shiqchisi, musiqiy prodyuser, R&B uslubida ijod qiladi. Mahir Thank You Allah deb nomlangan ilk albomini 2009-yilda 28 yoshida chiqardi. Albom butun dunyoda muvaffaqiyat qozondi. Mahir Zein 1981-yil 16-iyulda tug'ildi. 8 yoshida oilasi Livandan Shvetsiyaga ko'chdi. U maktabni tamomlagandan so'ng universitetga o'qishga kirib, aviatsion texnika sohasida bakalavr darajasini egalladi. Ammo o'qishni tugatgach, hayotini aviatsiya emas, musiqa bilan bog'lashga qaror qildi. Zein birinchi prodyuseri bilan 2005-yildan ishlay boshladi. U Red One Nadir Hayat bilan hamkorlik qildi. Nadir mashhur ijrochilar bilan ishlaydi. Turli vaqtlarda u Shakira, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Milen Farmer kabilar bilan hamrohlik qilgan. 2006-yilda Mahir Zein Nadirning ketidan New Yorkka ko'chib borib, ijod bilan faol shug'ullandi. Shu yili amerikalik qo'shiqchi Cat Delun bilan ishlab, o'zini prodyuser sifatida sinab ko'rdi. Biroz vaqt o'tib, Zein Shvetsiyaga qaytdi. U yerda qo'shiq yozish va ijro qilish bilan shug'ullana boshladi. Ko'p ishladi qo'shiqlar ustida, lekin qo'shiqlari e'tiqodi ta'sirida yozildi. 2009-yilda yanvarda Mahir ilk albomi ustida ishlay boshladi. Thank You Allah deb nomlangan albomdan 13 ta qo'shiq va 2 ta bonus trek o'rin oldi. Noyabrda albom savdosi boshlandi. Biroz vaqt o'tib, Awakening Records studiyasi ba'zi treklarning fransuzcha talqini ham chiqardi. Albom targ'iboti uchun Mahir Zein Awakening Records bilan birga ijtimoiy tarmoqlardan foydalandi. Shu tariqa YouTube, Facebook va iTunes foydalanuvchilari shved ijrochisi qo'shiqlarini tinglashdi. 2013-yilning boshidayoq albom ko'plab arab va musulmon davlatlarida ommalashdi. Yil oxiriga kelib esa Mahir Zein Malayziyada eng ommabop ijrochiga aylandi. Tijoriy jihatdan eng katta muvaffaqiyatga aynan shu davlatda, shuningdek Indoneziyada erishdi. Gastrol safari doirasida Buyuk Britaniya, AQSh, Malayziya, Indoneziya, Saudiya Arabistoni va Misrga bordi. Mahirning bir qancha davlatlarda o'z fan klublari bor. 2013-yilda Mahir Zein Awakening Records iste'dodlar tanlovida hay'at a'zosi sifatida qatnashdi. Mahir ko'plab mukofotlarni qo'lga kiritgan. Uning iste'dodini butun dunyoda tan olishadi. Ilk mukofotni qo'shiqchi 2013-yilda Ya Nabiy Salam alayka tanlovida eng yaxshi diniy qo'shiq nominatsiyasida qo'lga kiritdi. Tanlov Yaqin Sharqning eng yirik musiqiy stansiyasi Nagoum FM'da o'tkazildi. Zein tadbirda Husayn Al-Jami, Muhammad Munir va Sami Yusuf singari mashhur ijrochilar bilan qatnashib mukofotni qo'lga kiritdi. 2011-yilning martida Mahir Zein Freedom qo'shig'ini chiqardi. Uni yozishga Zeinni xususan o'z yurtida sodir bo'layotgan voqealar va odamlar undadi. Iyulda Zein musulmonlar hayoti haqida hikoya qiluvchi Britan jurnali muqovasida chiqdi. 2012-yilda Mahir o'zini aktyor sifatida sinab ko'rdi. U Insia Allah deb nomlangan 40 qismli telefilmda suratga tushdi. Serial Malayziyaning Astro Oasis va Mustika HD yo'ldosh telekanallarida ketdi. 2012-yilning iyulidan serial Indoneziyaning SCTV telekanalida ham berildi. 2013-yilda Mahir Zein Dunyo gullari loyihasida ishtirok etdi. Ishtirok etish uchun turk yozuvchisi Fethullah Gulen asarlarida asoslangan qo'shiqlar yozdi. Bu qo'shiqlar Rise Up albomiga kiritildi, xususan This Worldly Life taronasi. Mahir Zeynning shaxsiy hayoti haqida ma'lumot kam. U hayotini ommaga ko'rsatavermaydi.
ammo faol xayriya faoliyatini olib boradi. 2013-yilda Mahir Zein Kanadadagi xayriya konsertida qatnashdi. Bu konsertdan yig'ilgan pul Filippindagi tayfundan zarar ko'rgan odamlarga ehson qilindi. Shu yili Mahir Suriyaga xalqiga yordam uchun tashkillashtirilgan yorug'lik tovushi tadbirida qatnashdi. 2014-yilda Mahir Zein Nansen mukofoti o'tkazilayotgan Livanda suriyalik qochoqlar bilan vaqt o'tkazdi. Bu mukofotni BMT har yili qochoqlar guruhlari himoyasi sharafiga o'tkazadi. Mahir Zein shu yili Buyuk Xitoy devori 2014 gumanitar missiyasi o'tkazilishiga o'z hissasini qo'shdi. Tadbir 10 kun davomida o'tkazildi. Xayriya pullari sektordagi bolalarga toza suv yetkazib berishga sarflandi.